Vau, qishlog'imizdan quyosh chiqishi juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Yulduzlar asta-asta yo'qolyapti va quyosh chiqib kelyapti. Ana ko'rindi quyosh. Bu tomonda esa oy yo'qolib ketdi va yulduzlar hali ham turibdi. Juda ham chiroyli hodisa. Balandroq joydan ko'rsa, bundan ham chiroyli tursa kerak, buni qaranglar. Vau, dahshat-ku, buni qaranglar, o'ta go'zal. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va orqamda quyosh. Ko'ryapsizlarmi qanday chiroyli bo'lib turibmiz ikkalamiz. Короче, jigarlar kanalga obuna bo'lib, nima deyapman? Tilimni oxirgi kunlarda umuman boshqarib bo'lmay qolyapti. O'zicha nimadir gaplar aytib berishyapti. Короче, jigarlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bugun qishloqda eng go'zal bo'lgan voqealarni men o'zim bilan ko'rsatib o'taman sizlarga. Ya'ni mana shunaqa quyosh chiqishi, oy botishi, yulduz uchishi, merda uxlashi, o'zimni uxlashim, yetillarni tentakligi yo'q, tentak. O'zi shundayaga ham ular tentak, ularning tentakligini men sizlarga ko'rsatishim shartmi? Mayli. Hozir bunaqa narsalar o'ylab o'tiradigan vaqt emas, polizdagi ishlarni qilayotgan vaqt, lekin menga bitta narsa hozir juda ham zarur bo'lyapti. Ya'ni ikkinchi etajni kattalashtirmasam bo'lmaydi. Juda ham kichkina bo'lib qolgan, ko'ryapsizlarmi? Qanday kattartirasan Jo'xa desanglar agar, mana bu yerni qaranglar. Mana shunaqa olib chiqsam, katta bo'ladi. Shunda mazza bo'ladi. Bu yerga qanaqadir narsa o'rnatsam bo'ladi, kompyuter xona qilsam bo'ladi. Kompyuter xonaga nima uchun o'zgartirish kerak, nima olib tashlayapsan desanglar, bosh tegadi odamni. Kompyuter o'rnatilgandan keyin baland bo'lib qoladi, xonaning ichi pasayib qoladi, shunda bosh tegib qoladi. O'shaning uchun mana qaranglar qanday katta joy bo'ldi. Bemalol bu yerga bitta odam yashasa ham bo'ladi-da, biroz kattalashtirish kerak bu yerda. Atak hammasi zo'r bo'lar ekan, men bu yer ikkalasi kerak emas. Endi chiqib polizdagi ishlar qilish kerak. Bugun soliq aytib berishim kerak janob merga. Chunki bugun 4-soliqni olyapman. Adashmasam 2-3 martadan beri soliq berganim ham yo'q. O'tgan marta mer bizning qishlog'imizga, ya'ni 13-qishloqqa borgan ekan aylanib. O'shanda 13-qishloqqa borganligi sababli men hosillarni yig'ishtirib bera olmagan edim. Ya'ni yangicha mer kelgandi. U mer esa bor hosillarni yig'ishtirib ketadi. Keyin men aytdim, o'zimizda mer bo'lmasa senga yig'ishtirib berma, tentakmanmi dedim. Keyin bo'lsa u bo'lmasa bor yo'qol qishloqda yashama dedi. Keyin 13-qishloqqa ketdim. 13-qishloqqa borganimdan keyin qarasam, 97-qishloqda meri 13-qishloqda o'tiribdi. Ikkita mer gurinqa o'tirgan ekan. Keyin mayli dedimda, indamay qo'ydim. Keyin 97-qishloqda meri bilan birgalikda qishloqqa qaytib kelgan edik. Bo'ldi. Aytgancha ha bo'pti, mayli o'zi ketmonimni qo'yaydi, keyin boraman janob mer yoniga. Xo'sh, qo'ydim, ha bo'ldi. Endi soliqlarni topshiramiz janob merga. Dahshat. Yopil, quyosh soat 10 bo'ldimi? Oho, voy qishloq, nima gap? Gap yo'q. Ertalab ko'rdingmi, qanday chiroyli ob-havo bo'ldi. Zo'r quyosh chiqishini aytmaysanmi? O'ta go'zal bo'ldi, lekin jinni ob-havo bo'ldi. O'zing jinnisan, tentak ob-havo ham jinni bo'lar ekanmi? Bular o'zi rostakasım jinni, bular gapi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima uyingda eshigi yo'qmi? Raddomda to'lganmisan doimgidek? Radomda to'lganman, ha? Yo, avtobusda demoqchi edim. Yo, radomda. Mana shuni prosta tak yopib qo'y desangiz bo'ladi, shuni cho'zib aytmasdan. Endi shunaqa demasam senga tegib ketmaydi men aytgan gapim. Tegib ketish kerakmi? Endi tegib ketish kerak. Men hozir soliqlarni olib kelgandim. Yaxshi, o'zi seni kutib o'tirgandim. Nimaga? Senga ish bor, soliqlarni qo'yib chiq, keyin aytaman. Mayli, hozir qo'yib chiqaman, tak. Okey. Bugun hosillarim zo'r bo'lgan lekin. Mayli, hosillik bilan ishim yo'q. Короче, kirsang xonamga sandiqda oyna bor, qora oyna, tonirovka qilingan. Keyin narvon bor, keyin bitta toshli tapor bor. Hamma qishloqdagi hamma uylarning oynasini qora oyna qilib chiqish kerak. O'sha quyosh qizdiryapti, oynadan issiq o'tyapti, o'tmayotgan qilish kerak. Nimaga shuni almashtirish shartmi endi? Shu oq oyna ham yaxshi-ku. Aytganda qil, bo'lmasa qishloqdan so'rasan. Mayli qilaman. Nima toshli tapor, temirli tapor bilan oynalar sindirsa yaxshi emasmi? Yo'q, toshli yaxshi sindiradi. Mayli bo'pti, hozir hammasini qilishga harakat qilaman. Shuncha narsa, mayli, muhimi tonirovkaga ruxsat berishibdi-ku, tonirovli oyna qilishga. Mayli, hozir birinchi bo'lib o'zingizni uyingizdan boshlayman unda. Mayli, tezlat. Bo'lmasa sizni uyingizdan mana shu yerdan boshlasam ham bo'laversa kerak. Ha, bo'ladi. Narvon adashmasam baland joylarga qo'yib chiqishimga. Xuddi shunday. Ha, bo'pti. Tak, hozir lekin g'alati bo'lib qoladi. Qarang, umuman bilinmaydi oyna bor yo'qligi. Shu ham yaxshi-da, tashqaridagi odam ichkaridan kirar, ichkaridagi odam tashqarini ko'ra olmaydi.
bo'lmaydi-da, umuman g'alati bo'lib qoladi. Endi mana bu yerdagi o'yinlarni ham shunaqa qilib chiqish kerak, sindirib chiqish kerak birinchi o'rinda. Menga narvonni nimaga bergan? Narvonsiz ham bo'yim yetadi, o'zi bo'yim baland bo'lsa. Xo'sh, ana endi bu yerni ham o'ynalashtiramiz. Bunda birinchi o'zimni uyimda o'ynalashtirishim kerak, chunki birinchi o'zim zo'r bo'lay deydi-ku. Okey, ustiga zo'r narvon ekan, ustiga chiqsam bo'lar ekan, meni ko'tara olar ekan. O'zi ko'tara olmaydimi deb o'ylagandim, chunki men semizman desam ishonmanglar, semiz emas, og'riqman. Bor yo'g'i 52 kiloman. Lekin yoshimga nisbatan bu juda ham kam degani. Chunki meni yoshimdagilar 60 kilo bo'lish kerak, lekin men 52 kiloman. Bu gapim bilan men ozg'inman demoqchi ham emasman. Endi govdaga nisbatan standart hisoblanadi. Ya'ni bo'yim 1.70 bo'lgani uchun vaznim bilan o'zaro to'g'ri kelib ketaveradi. Sizlar bo'yinglar necha santimetr? Davayt kommentariy yozinglar. Vazninglar necha kilogramm? Uni ham yozinglar. Men uchun bu juda ham qiziq. Obunachilarim mendan bo'yi balandmi, gavdalimi o'shani bilmoqchiman. Tak mana bratan mayda bordi. Bratan siz o'yinalaringiz almashtirilmaydi, ochilib yopiladi o'yna qo'ygansiz. Shunaqa, nima o'yinlarni alishtirib yuribsanmi? Tardinoffkali o'yna qilyapmiz. To'g'ri, lekin men o'yinlarimga tegma. Mayli, unda tegmayman, siz o'yinlaringizga tegmayman. Xo'sh, mayli, hozir u bratanni o'zi o'ynasi zo'r o'yna, ko'ryapsizlarmi? Qanaqadir akfa o'yinaga o'xshaydigan o'ynami? Xullas zo'r o'yna. Uni almashtirib o'tirmayman. Yaxshisi mana shu oddiy o'yinlarni shunchaki almashtirib chiqqanim yaxshi. O'yinlar sindirishni ovozini qaranglar, chars etadi. Ana eshitdinglarmi? Asmir qo'yish kerak. Qo'yilmay qoldi, ana endi qo'yildi. Qo'lim bilan sindirsam, qo'lim kesilib ketdi shekilli. Yomon og'rir ekan, lekin bo'pti, mayli. Bunisini ham qo'l bilan bo'ldi. Bir juft qo'l bilan titdim, endi boshqasini qo'l bilan titmayman. Mana bratanni o'yinini sozlaymiz ana endi, ya'ni oynasini qo'yamiz narvonda. Xo'sh, tak. 4 ekan, yaxshi. Okey. Bo'ldi, narvonni olamiz. Jitellar nima gap? Jo'xa, o'yin almashtiryapsanmi? Yo'q, o'yin o'ynayapman, ko'rmaysanmi? O'yin mana mashina haydayapman. O'yin almashtiryapsan-ku. Ko'rib turibsan, nima so'raysan? Endi so'radim-da. So'rama. Ko'rib turib nima qilayotganimni meni so'raydi. Yo'q, o'yin almashtiryapsanmi? Yo'q, men o'yin o'ynayapman, ko'rmayapsizlarmi? Sizlar ham ko'rmayapsizlarmi meni? Cho'ti sizlar ham ko'rmayapsizlar, chunki like bosmabsizlar-da. Like bosmaganinglardan bildim. Like bosish kerak, kanalga obuna bo'lish kerak. Bu qiyin ish emas, shunchalik oson ishki, buni hattoki yosh bola ham qiladi. Endi sizlar yosh bolami, katta bolami bilmadim-ku, lekin sizlar ham qila olsanglar kerak. Davayt, qila olasizlarmi yo'qmi kommentariyaga yozinglar-chi. Qila olsanglar qilinglar iloji boricha. Voy, uyda ishga kirib qoldim. Yo'q, kirmayman. Menga bunaqa joylarda mumkin emas, chunki o'tirmasdan ishlashim kerak ham. Tak narvonni olamiz. Endi mana bratanni uyini ham shunaqa qilib chiqish kerak. Xo'sh, bu tomonni ham tak bratan uyda ichida edimi? Hozir ko'rgandek bo'ldim. Chiqib ketibdi, значит. Tak, to'g'risini aytsam, juda ham qiyin ishda bu. Hozir nechta o'yina bor bu yerda? Yo'q, nechta? Bitta uyda kamida bir 6-7 ta o'yina bor. Qanaqa 6-7 ta? Avalasi undan ham ko'p. Shuncha narsani men almashtirib chiqishim kerak, erinmasdan. Merda o'zi eringanida menga buyuryapti, ko'ryapsizlarmi? O'zi erinmaganda o'zi qilardi. Lekin erinib menga buyurib qo'yapti. Okey, cho'tki hammasi. Tak qo'yamiz. Cho'tki. Jonimga tegdi, to'g'risini aytsam, mana shunaqa qishloqda ishlari. Boshqa shaharga ko'chib ketish niyatim bor, lekin shahar yo'q. Bizda yaqinimizda shaharlar umuman yo'q ekan. Shaharlarni izlashtirib ko'rdim ko'chib ketish uchun, lekin birorta shahar topa olmadim. Qaysidir shaharni bilsanglar, aytinglar, ko'chib ketaman, qarochi. Ko'chmasam bo'lmayapti. Xo'sh, bitta Sochi kommunizm degan shahar bor edi. Avvallari o'sha shaharda video olganman, esinglardami? O'shanga ko'chib boraymikan-a? Davayt yozinglar-chi uni ham kommentariyaga. O'zi hamma narsani sizlardan so'rayapman, yozinglar deb. Sizlarga ishonaman-da, obunachilarim sizlar-ku. Sizlardan maslahat so'ramasam, sizlardan yordam so'ramasam, kimdan so'rashim mumkin-a? O'zimdan so'raymi? Yo, o'zim aytmayman. O'zimdan so'rasam o'zim aytmayman. Yo, ChatGPTdan so'raymi? ChatGPT qayerdan bilsin meni qanaqa video olayotganimni? Tak, okey, chotki. Mana shu binoni oynalarni almashtirish uchun men Spider-Man bo'lishim kerak. Yo'q, bunga tegmayman yaxshisi. Chunki juda balandga joylashganda oynalar. Ularni qilish qiyin. Tak, yaxshi tegmay qo'ya qolaman. O'rgimchak odam bo'lganimda ham chiqib almashtirib tushsam bo'lardi yoki qanaqadir Batmanmi bir uchadigan narsa bo'lganimda
Xo'sh, mana shu bratanda o'ynasini almashtirib, uyini almashtiray deyapman. Gapni qaranglar, uyni ham almashtirib bo'lar ekan. Bratanda uyini orqasidagi oynalarni almashtirib, oldidagisini almashtirmay qo'ygan ekanman. Ana endi ko'rdim boru. Endi mana shuni almashtiraman. Xo'sh, normalni. Yana qayerda uy qoldi desam, o'zimni uyim qolibdi-ku. O'zimni uyimni birinchi o'rinda zo'r qilishim kerak. Boshqa jitellarning uyi bilan nima ishim bor? O'zim zo'r bo'lay deydi-ku. Endi bu gapim bilan avvalo o'zimni ko'rib turib, keyin boshqalarni ko'rish niyatim yo'q. Xalqni o'ylayapman. Xalqda birinchi o'zimni uyimni qilmadim, ko'rdinglar. Endi mana endi o'tdim o'zimni uyimga. Avval xalqni o'ylagandim, endi o'zimni o'ylayapman. Chunki birinchi xalq birinchi o'rinda, ya'ni mer buyurgani uchun endi o'zimni o'ylayman. Sizlarga bo'lsa ham hamchi sizlar ham shunaqa qilsanglar kerak-a. Birinchi o'rinda o'zinglarni o'ylamasdan turib, xalqni o'ylab turib, keyingi o'rinda o'zinglarni o'ylab turib qo'ysanglar bo'ladi. Tak, okey. O'ynani sinig'i borib, men noutbukimga urib, noutbukimni silib tashlamasdan yana sizlarga video chiqara olmay qolmay, yomon bo'lib ketadi keyin unday bo'ladigan bo'lsa. Tak, 14 ta ortiqcha oyna bor bu yerda va shifonerni ochishga balo bor ekanmi? Xo'sh, cho'tki, normal bu. Kech tushdi lekin. Buni qaranglar, shunday tez o'tib ketyapti kunlar. Mayli hozir yana birorta uy, mana shu uyni qilib olay, keyin olib borib merga oynalarni beraman-da, qolganini erta qilaman, janob mer deyman. Bo'pti, jo'g'a deydi. Ovozini o'xshata olmadim, chunki merning ovozi bunaqa emas, bilasizlar. Tak, xo'sh. Xo'sh, bu tomonni ham almashtiramiz. Okey. Mana shu uy oxirgisi. Bundan boshqa qilmayman, to'g'risini aytay. Olib borib hozir merga beraman. Keyin mer menga yig'lamasa bo'lgani. Jo'xa, sen oriyach qilmading. Sen meni xafa qilding. Yig'layman deb yig'laversa, tasavvur qilinglar. Ya unaqa demas kerak. O'zi menga merdan SMS keldi. Jo'xa, ertaga ishlaysan, qo'ya qol debdi. Mayli, o'zimdan bilib qo'ya qolayapman. Hozir merga borib aytay. Janob mer, men ishlarni tugatdim, erta qilaman qolganini. Ha, bo'ldi. SMS yozgandim, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Короче, bu yerga joylashtirib ketaman. Mayli.